Bahorgacha kinoteatr binosida yashaganimda ko'pgina qo'rqinchli voqealarga duch keldim. Bir kuni tunda vahimali uvillash ovozlarini eshitdim. Tovush chiqarmaslikka harakat qilib, yana qanday baloga duch kelganimni bilish uchun deraza oldiga keldim. Bu daydi itlar to'dasi edi. Shunchaki itlar emas, zombi itlar. Ba'zilarining yungi va terisi yo'q edi. Qorong'uda ularning tishlari yaltillar, ko'zlari esa sariq rangda miltillardi. Shu itlar tufayli boshpanamdan 3 kun chiqa olmadim. Ular meni ko'rishmasa-da, borligimni sezishardi. Suv tugadi. Ular hamon ketishmagandi. Itlar hurib o'zlaridan ham dahshatli nimanidir chaqirishlaridan qo'rqib zinaga ham chiqmasdim. Ammo bir kuni itlar g'oyib bo'lishdi. Qayerga yo'qolishdi bu la'natilar? Deraza oldida yana biroz turdim. Lekin hamon hech nima ko'rinmasdi. Suv olib kelish uchun borish kerak. Men suvni ro'paradagi uy podvalidan olardim. Haliyam u yerda kran ishlayotgani ajablanarli edi. Men ikkita katta butilkani olib ko'chaga chiqdim. Qo'limda uchiga mixlar qoqilgan tayoqni ushlab olgandim. Buni men qaysidir o'yinda ko'rganman. Xudoga shukr, bu zombi itlar hech qayerda ko'rinmasdi. Podval eshigi oldiga keldim. Suv krani pastda, zina yonida edi. Shu yerdan u yog'iga o'tmasdim. U tarafda qo'rqinchli sukunat hukmron edi. Idishlarni tezroq to'ldirib olishni istardim. Ketishga chog'langanimda eshik oldida kinoteatr yonida yurgan mahluqlardan birini ko'rdim. Beixtiyor orqaga tisarildim. Ortimda qop-qorong'u podval turardi. Boshqa payt bo'lganda o'lsam ham u yerga kirmasdim. Lekin hozir boshqa ilojim yo'q edi. Orqamdan kelayotgan itning qadam tovushlari va irillashlari eshitilardi. Ammo keyin birdan jimlik cho'kdi. Faqat o'zimning qadam tovushlarimni eshitardim. Qorong'uda oyog'im ostida nimalar borligi ko'rinmasdi. Bir payt oyog'im qandaydir yumshoq narsaga urildi. Nima bu? Yerda nimadir yotardi. Nafas chiqarmay turdim. Ko'zlarim asta-sekin qorong'ulikka ko'nika boshladi. Gugurt yoqdim. Bu murdalar uyumi edi. Ular bir-birining ustida taxlanib yotardi. Bu kattagina inshoot bo'lib, atrofim murdalardan iborat uyumlar bilan to'la edi. Men ularning qishlash joyi markazida edim. Ulardan biri boshini ko'tardi.